ikkinchiga ko'tarsak kerak deb o'ylayman. Chunki ovqatlanishga pul topamiz, kiyinishga pul topamiz, katta skidka desa o'sha yerda odam to'la, to'g'rimi? Endi biz o'zimizni salomatligimizni birinchi ichimizni chiroyli qilib olaylik. Ustimizdagi kiyimlarimiz yarashib chiroyli turadi, ichimiz chiroyli bo'lmasa-chi, shuncha kiyinganlarimiz ham bekor. To'ppa-to'g'ri. Ertaga borib suyak bo'g'im kasalliklarining buzilishiga, suyaklarda har xil o'zgarishlar bo'lib, yelkalarimiz oldi qochdi bo'lib qolishi mumkin yoki nima deydi, poзвоночникda har xil muammolar bo'lib, oyog'ingizda oqsoqlanishlar bo'lishi mumkin. Yillar davomida yig'ilgan shlaklar bizda shu kasalliklarni keltirib chiqaradi. Endi bittagina shu perfekta bilan siz tozalov qilasiz. Ham qurtlarni tushiradi, gribok, infeksiya, viruslarni tozalaydi, qonni tarkibini tozalab beradi. Boyagi kaliti bor insonlarda bilingki, butun toksin qonga so'riladi. Ana undan keyin har xil muammolar yana ham ko'payishni boshlaydi. Bu toksin qonga so'rildi degani butun ikkita sistemada qon aylangandan keyin qoningiz yetib bormagan organingiz bormi? Ko'rsating, qon yetib bormagan organ bormi? Hamma joyga yetadi. Hamma joyga yetib boradi. Ana shunaqa bo'lgandan keyin biz birinchi o'rinda qonimizni tozalashimiz kerak. Qon toza bo'lishi uchun bizning ichagimiz toza bo'lishi kerak, ichagimiz sog'lom bo'lishi kerak. Endi mana perfektdan tushunib oldinglar. Savol bormi perfekta bo'yicha? Uni bitta o'zini ichsa ham bo'ladimi masalan? Bitta o'zini ichsangiz ham bo'ladi. Qo'shimchasi. Ha, endi qanaqa bo'ladi? Bitta o'zini ichsangiz, natijani juda ham sekinroq olasiz. Yo'q, bu uradi menga, natija olmasa men bu uradi, ichaveraman desangiz. Natija kerak-ku. Yo'q, men tez kompleks lecheniya qilib, vaqtida natijani ham olishim kerak desangiz, unda qolgan qo'shimcha balzamlar bilan qo'shib ichasiz. Men o'zimning onamlarga mana birinchi ta'sir qilgani mana shu Perfecta Lux, ikkinchi ta'sir qilgani Vitality Lux. Mana shu ikkita dona balzam bilan 7 kunda natija bo'lgan. 8 oy ichganlarida batamom o't qopidagi tosh parchalanib ketgan. Qarang. Endi mahsulotimiz o't qopidagi tosh parchalanmaydi. Savolingiz bormi? 8 oyda nima tosh qoladimi? Tosh qolmadi, umuman tosh qolmadi. Chunki 3 marta doposli qilib, 3 marta o'zi qildirdik, lekin alhamdulillah toza chiqdi. 3 oy ichganlarni qildirdik, keyin bir 6 oy ichganlarni qildirdik, keyin ozgina tegida nomiga bor degandan keyin men 8 oy ichirdim. Shu bilan bo'ldi. Tosh qayerda edi? Qaysi organ? Maydalab og'riq bilanmi? Yo'q, og'riq bo'lmadi umuman. Tosh qaysi organda edi? O't qopida. O't qopida bo'lgan. Endi qarang, bu tozalab beryapti. Pochkangizda tosh bo'ladimi? Masalan, qanaqa? Shuning uchun katta dozada birdaniga ichish kerak emasda. 0,5 dan boshlab turib, keyin sekin etap ko'tarsak, ayniqsa